E'tibor bermaslik san'ati. Atrofdagilar nima deydi? Sekinroq gapir, bo'lmasam qo'shnilar eshitib qoladi. Yana kimdir ko'rib qolsa ikkalamiz sharmanda bo'lamiz. Ushbu jumlalar barchamizga tanish bo'lsa kerak. Ushbu videoda biz ikkita asosiy mavzuni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, o'zimizning salbiy tomonlarimizga haddan tashqari ko'p e'tibor qaratish va bundan katta muammo yasash. Ikkinchisi, biz o'zimiz oxirigacha yaxshi yomonligini bilmaydigan narsalarni yomon deb hisoblaydigan atrofdagilarning fikriga e'tibor berish. Aniqrog'i, biz sizga qanday qilib e'tibor bermaslik haqida gapirib beramiz. Atrofdagilar va ularning fikriga ortiqcha e'tibor berish va natijada o'zini shular bilan cheklash ko'plar uchun muammo bo'lib hisoblanadi. Boshqalarga e'tibor bermaslik odatini ishlab chiqish, ayniqsa biznikiga o'xshash bo'lgan jamoatchilik turidagi jamiyat uchun juda muhim. Bunday jamiyatda insonlar o'zlarining ishlariga qaraganda boshqalarnikini ko'proq o'ylashga odatlangan. Avvalambor shuni eslatishni xohlardikki, hayot juda qisqa va tez orada siz ham, men ham va hattoki siz haqingizda yomon o'ylaydiganlar ham olamni tark etadi. Va ular bilan birgalikda siz haqingizda bo'lgan yomon fikrlar hamda ularga nisbatan emotsional munosabat ham yo'q bo'ladi. To'g'ri, bu hayotda hech nimani yurakka yaqin olmaslikning iloji yo'q. Biz bunday qilganimizda hayotning mazmuni qolmas edi. Shu bilan birga bizda mas'uliyatni his etish tuyg'usi ham bo'lmasdan, natijada biz uysiz insonlarga aylanib, bu kamida bizni oziq-ovqat topishga o'rgatar edi. Biroq hayot qisqa ekanligi va bizga atiga bir marotaba berilishi sababli biz nimaga e'tibor berish kerak-kerakmasligini astoydil tanlashimiz kerak. Bu ham o'ziga xos bir san'at va uni o'zlashtirish uchun turli hol-hodisalarga bo'lgan qarashimizni tubdan o'zgartirishimiz kerak. Boshlanishi uchun o'z kamchiliklariga taqalgan holda tushkunlik holatiga tushib qolish mumkinligi haqida gaplashamiz. Aksariyat insonlar o'z-o'zini rivojlantirish haqida kitobni o'qiganda yoki biznikiga o'xshash videolarni ko'rgandan so'ng o'zida bir qator salbiy jihatlarni kuzatishni boshlab, bu o'ziga bo'lgan ishonchning yo'qolishiga va tushkunlikka tushishiga olib keladi. Ushbu jarayonda ishtirok etishni muvaffaqiyat bilan yakunlash uchun e'tibor bermaslik san'atini tushunib yetmoq zarur. Sababi shundaki, bunday insonlar o'zlarining salbiy tomonlarini jiddiy muammo sifatida tasavvur qiladilar va o'z miyasida benuqson inson obrazini yaratadilar. Benuqson insonning o'zlaridan bo'lgan barcha farqlarni ko'rish natijasida ular noto'g'ri yo'ldan ketayotganlarini, muammolari ko'p ekanligini va ular baxtsiz deb o'ylashni boshlaydilar. Ya'ni ular kamchiliklarga va muammoli tomonlarga ko'p e'tibor beradilar. Aziz insonlar, muammosi yo'q insonlar bo'lmaydi. Nahotki siz men ushbu videolarni tayyorlab sizga biror nimani o'rgatmoqchi bo'lsam, mening hayotimda 10 balldan 10 ga baholash mumkin deb hisoblaysiz. Tabiiyki bunday emas. Mening ham o'zimga yarasha muammolarim, salbiy tomonlarim va men bartaraf etishga harakat qilgan qiyinchiliklarim bor. Aytishlaricha, baxtli inson hech qachon ko'zguga qarab, men baxtliman deb aytmas ekan. Men o'zim dangasalikdan azob chekkanimda, u bilan kurashning yo'llarini qidirgan bo'larmidim? Yoki biznesda muammolarim bo'lmaganida men ularning yechimini qidirgan bo'larmidim? Albatta yo'q. Insonda kamchiliklar, muammolar bo'lishi bu tabiiy holat. Buni borligicha qabul qilish va bundan azob chekmaslik kerak. Shunchaki xotirjamlik bilan ularni to'g'irlash ustida ish olib borish lozim. U ham bo'lsa, ular siz uchun muhim bo'lgan taqdirda. Muhim bo'lmasa, shunchaki ularga e'tibor bermang. O'z kamchiliklarini qabul qila olmaslik va ular haqida doimo o'ylash natijasida nuqsonlar yaratish bu bizning rivojlanishimizga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri. Aynan bu tuyg'u qo'limizda to'liqsizlik hissini shakllantiradi. Biz atrofdagilarda xayolimizda yaratgan o'sha benuqson, mukammal inson bo'lib ko'rinishga harakat qilamiz. Keling bu borada ikkita misol keltiramiz. Tasavvur qilaylik, siz trenajyorlar zaliga mushaklarni kuchaytirish va jismonan sog'lom bo'lish uchun qatnayapsiz. Istalgan trenajyorda mashq qilishni boshlashdan oldin siz yuk og'irligini tanlashingiz kerak. Va siz 15 kilodan boshlamoqchisiz. Lekin atrofingizga qarab hamma sizdan ko'proq yuk ko'tarayotganini ko'rib qolasiz. Shunda siz bunday o'ylaysiz: "Yo'q, 15 kilo bu oz. Hamma meni zaif deb o'ylaydi" va shu sababli siz yuk og'irligini 25 kilogacha oshirasiz. Biroz mashq qilgandan so'ng davom etishga boshqa kuchingiz yo'qligini anglaysiz. Sizning miyangizda endi faqat shu xayol bo'ladi va siz bezovta bo'lishni boshlaysiz. Lekin siz mushaklaringiz og'riyotgan bo'lsa ham kuchsiz bo'lib ko'rinmaslik uchun mashq qilishda davom etasiz.
Nima sababdan bunday qilasiz? Chunki sizning o'ylashingizcha bu uyat. Buning oqibatida esa mushaklaringizdagi og'riqlar sababli bir hafta mashg'ulotlarni o'tkazib yuborishingizga to'g'ri keladi. O'z sohasida iste'dodli bo'lgan insonlar bilan ham xuddi shunday bo'ladi. Ular yangi bilimlarni egallashi mumkinligiga qaramay bunday insonlar nuqsonlari sababli kurslarga yozilmaydi. Agarda kimdir ularning kursga qatnashayotganini bilib qolsa, demak bu unga o'zining bilimi yetarli emasligini bildiradi. To'liqsizlik hissi va yaxshiroq bo'lib tuyulishiga istaklari sababli ular o'zlarini rivojlantirishda cheklaydilar. Shuning uchun nimaga e'tibor berish kerak-kerakmasligi borasida mening birinchi maslahatim quyidagicha. Sizda kamchiliklar borligini qabul qiling. Agar siz o'zingizning salbiy tomonlaringizni tabiiy holat sifatida qabul qilishni boshlasangiz, siz nima ustida ishlash kerakligi haqida o'ylayverib azob chekishni bas qilasiz. Shuning uchun bunday fikrlashni boshlang. Mana bu mening kamchiliklarim va men ularni na o'zimdan, na boshqalardan berkitmayman. Men ham insonman. Mening ham kamchiliklarim ko'pligi bu tabiiy holat. Men ulardan qutulishni va atrofdagilar uchun emas, o'zim uchun rivojlanishga harakat qilaman. Atrofimdagilarning men haqimdagi fikri meni umuman tashvishlantirmaydi. Mening hayotim faqat meniki, boshqa birovniki emas. Inson benuqson va mukammal bo'la olmaydi. Meni hurmat qiladigan va qadrlaydigan insonlar men hozir qanday bo'lsam shundayligicha qabul qilishlari kerak. Buni istamasalar unda men bilan ishlari bo'lmasin. Siz o'zingizni ancha xotirjam his etasiz. Aytilganning barchasi o'zimizda to'liqsizlik hissi shakllanishiga olib keladigan kamchiliklar haqida mulohaza qilish bilan bog'liq edi. Endi men siz to'g'ri deb hisoblagan harakatlaringiz haqida atrofdagilarning fikriga qanday qilib e'tibor bermaslik haqida gapirib beraman. Esingizdan chiqmasin. Boshqa insonning fikrlari bu uning shaxsiy ishi. Boshqalarning ishi va uning fikrlash tarziga aralashish umuman noto'g'ri. Agarda sizni boshqalarning fikri bezovta qilayotgan bo'lsa, unda ulardan yiroqlashish uchun quyidagi 3 ta maslahatga quloq soling. Insonlarning siz borada bo'lgan salbiy fikrlashiga qarshi chiqmang, bahslashmang. Fikrini o'zgartirishga harakat qilmang. Shunchaki ma'lum bir inson siz haqingizda yaxshi fikrda emasligini qabul qiling. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Qo'ying, xohlaganini o'ylasin. Siz esa o'z ishingizda, o'z yo'lingizda davom eting. Siz albatta muvaffaqiyatga erishasiz va haqligingizni so'zlar bilan emas, ishlar va yutuqlaringiz bilan isbotlaysiz. Agarda siz boshqalarning siz haqingizdagi salbiy fikrlarini tabiiy holat kabi qabul qilmasangiz, buning natijasida yuzaga kelgan achchiqlanish sizning harakatlaringizga ta'sir qiladi va siz orqada qolib ketasiz. Axir birovga nimanidir isbotlash uchun vaqt va kuch sarflash kerak. Agar siz ularni o'z maqsadingizga erishish uchun sarflasangiz, unda ancha tezroq erishasiz. Bir marta men muvaffaqiyat sari yo'l kitobini o'qigandim va u yerda bunday hikoya bor edi. Kunlarning birida bo'ydoq qurbaqalar orasida tanlov o'tkazildi. Kimki 100 metr balandlikdagi tepalikka birinchi bo'lib chiqsa, shahardagi yoki aytalik botqoqdagi eng go'zal urg'ochiga uylanadi. Shunday qilib bo'ydoqlar yuqoriga qarab chiqishni boshladilar. Ularning qarindoshlari esa pastdan ularni kuzatib turishibdi. Qurbaqalarning yaqinlari tinmasdan qayta-qayta iltimos, pastga tush, yiqilsang o'lib ketasan, tepaga chiqma, juda baland, sirpanib yiqilib tushishing mumkin. Nima bu hayotingdan muhimroqmi deb baqirishardi. Qarindoshlariga quloq solgan qurbaqalar birin-ketin pastga tusha boshladi va tepalikdagi bitta yagona qurbaqa qoldi. U tezda tepalikning cho'qqisiga chiqib g'alaba qozondi. Keyin ma'lum bo'lishicha qurbaqaning qulog'i kar ekan. Ushbu misolda bo'lgani kabi agar sizning yo'lingizda sizni yo'ldan urmoqchi bo'lgan, tanqid qilayotgan insonlar chiqsa, ularga javob qaytarishning hojati yo'q. Shunchaki o'zingizni siz ularni eshitmayotgandek tuting. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz biror nimani ko'nglimizga yaqin olsak, shu narsadan uzoqlashishga harakat qilamiz va buning uchun vaqt va kuchimizni sarflaymiz. Agarda siz har doim kimnidir, ayniqsa doimo bitta odamni tanqid qiladigan kishini bilsangiz, uning atrofidagilarga, do'stlarga e'tibor bering. Siz yaxshi obro'ga ega bo'lgan va hattoki uning yoniga borishlari imkonsiz bo'lib tuyulgan odamlar u bilan aslida munosabatlari do'stona ekanligini ko'rasiz. Hoyna-hoy buning sababi nimada ekanligini bilsangiz kerak. Bunday insonlar tanqidni o'z tomoniga qabul qiladi va ko'ngliga yaqin oladi. Ular tanqidchilarning qurboniga aylanib qolmasligi uchun ular bilan do'stlashib yuradi. Ya'ni tanqiddan uzoqlashish o'rniga ular o'zlaridan salbiy energiya chiqaradigan insonlar bilan yaqinlashib, ular uchun o'z vaqtini sarflashga o'zlarini majbur qiladi. Mening ikkinchi maslahatim, e'tiqodlaringizni tekshiring. Sizga qaratilgan tanqidga jahl qilishning o'rniga o'ylab ko'ring, balki u inson haqdir, balki mening fikrim noto'g'ridir. Buni kamdan kam insonlar qiladi. Biroq bu e'tibor bermaslik san'atini o'zlashtirish yo'lida qilinadigan muhim qadam.
Gap sizni tanqid qilayotgan kishining fikrini qabul qilishda emas. Yo'q, bu bilan siz uning fikriga yanada ko'proq huquq berib, jahlingiz chiqmasdan uning fikrini tabiiy holatdek qabul qilasiz va yo'lingizni davom ettirasiz. Shu sababli birovning fikri sizga yanglish bo'lib tuyulganida biroz o'ylab ko'ring. U haq bo'lsa-chi, u nima aqldan ozganmi? Unday bo'lsa, mening ruhan nosog'lom odamning gapi bilan nima ishim bor? Unday bo'lmasa-chi, balkim uning gaplarida haqiqat bordir. Shunday tarzda siz o'sha inson nima sababdan bunday fikrlashni aniqlaysiz va dunyoga uning ko'zlari bilan nazar tashlaysiz. Uning ko'zlari bilan dunyoga qarar ekansiz, uning so'zlarida bir tomchi bo'lsa ham haqiqatni topasiz va bir oz bo'shashasiz. 3-maslahatim, eng g'alati va eng muhim. Boshqalarning fikri sizga hech tinchlik bermayotgan bo'lsa, qo'lingizga qalam, qog'oz oling-da, o'sha boshqa insonlarning ismlarini yozishni boshlang. Bu insonlar kim ekanligini aniq qilib yozing. Men buni videolarimda bir necha marotaba ta'kidlab o'tganman va hozir ham aytaman. Bizning miyamiz notanish narsalardan qo'rqadi va bundan qochadi. Ko'pincha siz boshqalar deganda aniq insonlarni nazarda tutmaysiz va boshqalar miyamiz uchun qo'rqitadigan xatar bo'lib tuyuladi. O'tiring va ularning ismlarini birma-bir yozib chiqing. Masalan, mening xolam, mening opacham, sinfdoshim, qo'shnim va hokazo. Ularning ham ismlarini yozib oling. Sizga kim nima gapirishini aniq bilishingiz kerak. Undan so'ng barcha ismlarini yozib chiqing va u yoki bu inson siz qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan harakat haqida nima gapirishi mumkinligini o'ylab ko'ring. Bundan tashqari, har bir inson qachon va qanday qilib siz qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan harakat haqida bilishini yozing. Buni batafsil ishlab chiqing. Masalan, A tanishim B tanishimga mana buni gapirib beradi va u mana bunday deb o'ylaydi. Ular aniq nima gapirishlarini o'ylab ko'ring. Barcha tafsilotlarini kiriting. Noaniqliklarga yo'l qo'ymang va yakunida xulosa qiling. Taxmin qilaylik. N tanishingiz buni gapirdi va hayotingizda nimani o'zgartiradi? Shularning barchasini bajaring va e'tibor bering. Endi barchasi aniq va ma'lum bo'lganida sizga qo'rqinch uyg'otmoqdami? Esingizdan chiqmasin. Siz birovning fikri sababli o'z yo'lingizdan chetga chiqqan har gal go'yo siz kuchsiz qo'g'irchoqqa o'xshab qolasiz. Sizni harakatga keltiradigan arqonlarni esa notanish insonlarning qo'liga topshirasiz. Bu arqonlarni o'z qo'lingizga oling va o'zingizga to'g'ri yo'lni ko'rsating. Agar men o'z paytida boshqalarning muammosi bilan "Seni nima ishing bor, o'zingning ishlaring yo'qmi?" deb gapirgan atrofimdagilarning fikriga quloq solganimda, siz hozir ushbu videoni tomosha qilmayotgan bo'lardingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.